Bismillahirrahmanirrahim. Qurbonlar Zedaxon 73-yilda tug'ilganman. 6-mart shu yerda davolanishga keldim. Andijon shahridanman. Ko'ngil aylanardi, boshim og'rirdi, holsiz edim, quvvat, ishtaha yo'q edi. Bosh aylanishlar ham bor edi. Ko'p anaqa bo'lar edim, holsiz bo'lar edim. Kechasi uyqu yo'q edi. Hammasi ketdi. Uyqular yaxshi, ishtaha yaxshi. Ko'ngillanishlar yo'q. Bosh og'riqlar, bosh uyushlar yo'q. O'zimga kelib qoldim, ancha o'zgarish bor. Namozni ham o'qiy olmay qoldingiz-a? Namoz ham o'qiy olmay, namozda ham adashtirishlar bo'layotdi. Xotira ancha zaif edi, ancha o'ziga kelib qoldi. Ancha imkoniyat bor, yaxshi tomonga. O'zgarishlar katta. O'zingiz yengilmisiz? Uyqular yaxshimi? O'zim yengilman, uyqular yaxshi. Qo'rquv ham bor edi, qo'rquvlar ham hozir ancha yaxshi. Qo'rquvlar ham ketdi. Shunda boyagi yorug'likni ham sezyapsiz-a? Hozirdan yorug'lik hozir sezyapman. O'sha ko'zingiz ko'rmay qolganiga qancha bo'ldi? 2 yildan oshdi. Oshdi. 2 yildan oshdi. Bo'lmagan doktorim qolmadi. Lazerlarga ham bordim, dalinasi oshar edi. Imkoniyat bo'lmadi. Doktorlarim bilan unaqa qilmadi, yo'q. Imkoniyat qolmadi. Kech qolibsan deyishdi. Dedim, men umid bor ekan. Shu yerga keldim. Rahmat. Ancha katta foyda ko'ryapman. Tomirlarda qimirlash bor, ko'zlarda ham ancha o'zgarish bor. Yumuq turar ko'zim, hozir ochyapman bemalol. Yarqanlar tozalanyapti. Yaxshi ancha. Ichidan ancha narsalar chiqyapti. Chiqyapti, ancha narsa chiqdi. Yengillik bo'lyapti. Qovoqlarda, ko'zlarda og'riq bor edi. Qovog'ingiz yopiq, o'sha ochsangiz, harakat qilsangiz ham og'rib turardi, ochilmasdan. Og'riq bor edi. Keyin yonboshlab yotganimda ham og'riq bor edi. Yotkizmasdi. Bunda yotganda boshim og'rirdi. Ular yo'q, ular yaxshi. Ancha foyda bor. Shunda ruhiyada ham o'zgarishlar bo'ldi, ruhiyadan keyin. Ruhiyada ham ancha o'zgarishlar bo'ldi. Yengil his qilyapman. Ketma-ket o'xshadingiz-ku, ko'nglingiz aynib. Ancha yo'tal bo'lib, o'xshab, o'zim ham yo'qotib qo'yatgandim. Ancha yaxshiman. Allohga shukr.